Qaynanam ish buyururlar degan kelinlar. Kimga ish buyursa, Salim. Siza nimaga oldi? Internetda aptizga effekt qo'yib, qarab o'tirish uchun oldimi sizni? Buyuradi de, kimga buyursin? O'zi qismmi? Ne hasratdan olgan kelinni. Shunaqa yalqov kelinlar ham bor. Birpasda jalba qiladi oyisiga. Voy, menga ish qildiryapti oyim, qaynanam. Abdi qursin, biram jonimga tegib ketdi, deydi. Tavba qildim, shunaqa kelinlar bormikan? Ne hasratdan o'g'lini o'ylantirdi, sizni kelin qilib oldi, Salim. Ish buyuradi, o'zi qismmi qarigan chog'ida qilasiz de. Siz telefonda voy aptizga effektlarni qo'yib, jonim man Salim, Mamut tamam men bu yoqqa keldim deb o'tirasizmi? Qilasizda ishlarni. Oldingi zamonda bizani ham qaynonamiz ish bergan, biz ham indamay qilardik, sigirlar sog'ardi, nonlar yopardi, misol uchun. Domdan biz ham qishloqqa kelin bo'lib tushganmiz, indamay qilaverardik. Bilmaganlarimizni o'rgatishga. Hozirgi sharoit qanaqa zo'r, kir mashina bor, холодильник bor, pilisos bor, hamma sharoit bor. Kelinlarni o'zi aptidan buzilsa hammasi anaqa nima qiladi deymi? Erinadi ish qilishga, qilgisi kelmaydi. Va shunda qo'l tegdi qilib ishlarimni bunday qilib qo'yadi deb bo'ldi, aytay, vashi ish qilgisi kelmaydi. Bu kelinga faqat ana telefon bo'lsa, dastlabki bo'lsa, Salim erini pulini ishlatadi. Voyadasi bering pul. Sushilar zakaz qilib olaylik. Voy, qachongacha o'lamizmi? Ertaga bormizmi, yo'qmizmi, yeb ichib olaylik, jonimiz kiribdi. Bekitib qo'yni hisob olib kirib ketadi. Shunaqa erkaklar ham bor ekanki, xotinni aytganini qilib, narsalar olib kelsa, sekin qo'yniga solib olib kirib ketar ekan xonasiga. Oyim bilmassin, o'chirobasingni haliroq yeymiz derkan. Qoring. Ertaga keliningiz bilan o'g'lingiz ham shunaqa qiladi. Chunki qaytar dunyoku bu dunyo, to'g'ri? Nimaga nima ovqat qildinglar, Salim? O'zim kelisizlardan. Ukamga keldim. Kelinim qo'llarini o'ynatib, ukam xotini qo'llarini o'ynatib, mohora sho'rva qilyapti, iliklardan. Jonimiz kirib ichib olamiz hozir. Sizlarni yaxshi ko'raman, keling, insof bersin sizlarga, opa Salim. Bilgan ishinglarni qilaveringlar, opa shakarlarim. Yaxshi o'tiringlar, sizlarni sevaman bo'lib. Девочки, люблю вас всех.